Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar, o'rganuvchilar. Demak, bugungi mavzumiz kvadrat tenglama. Kvadrat tenglamani qanday xossalari bor, qanday ishlasak oson bo'ladi, shu narsalarni aniq, tiniq sizlarga sodda, tushunarli qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Undan oldin har dars eslatyapmiz, inson zaif qilib yaratilgan. Bu nimalarda ko'rinadi desa, oddiy ikkita narsa. Inson unutuvchi va sabrsiz dedik. O'zbekistonga bitta investor kelgan ekan. Ya'ni investor nima desangiz, moliyachi, katta sarmoyador, puli bor odam. Chet eldan kelganda bitta biznesga pul tikmoqchi bo'lib, o'rgangandan keyin pul tikmasdan qaytib ketgan ekan. Nimaga desa, men tushunmadim. Bu insonlar obedgacha pul tikib, foydasini obeddan keyin olishga intilar ekan. Sabri yo'q ekan, ya'ni bunday olib qaraganda deb aytgan ekan. Xuddi shunday insonda ozgina sabr bo'lishi kerak. Birdaniga hech kim zo'r bo'lib ketmaydi. Ba'zi mavzularga tushunmayotgan bo'lsangiz, u vaqtinchalik bo'ladi. Oxirida hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir yaxshi emasmi? Demak, oxir emas degan bir yaxshi gapimiz bor. Xo'p, kvadrat tenglamani umumiy ko'rinishi qanday bo'ladi? Yaxshilab tushunib olaylik. O'zi nega u kvadrat tenglama deyiladi? Nega? Chunki unda kvadrat qatnashadi. X ni kvadrati qatnashsa, kvadrat tenglama bo'ladi. Agar tenglamamizda x ni kubi qatnashsa, bu kub tenglama bo'ladi. Kubik tenglama deyiladi. Agar x ni o'zi qatnashadigan bo'lsa, bu chiziqli tenglama deyiladi. Mana misol uchun qarang, x + 3 teng 7, to'g'rimi? Bu eng sodda tenglamalarning eng prostoyi mana shu bo'ladi, eng osoni. Ya'ni 3 bu yoqqa minus bo'lib o'tadi yoki mana 7 minus 3, ya'ni 3 bu tomonga bilasiz, tenglikdan bu yoqqa oshib o'tadigan bo'lsa, minus bo'lib o'tadi. Qarama-qarshi ishora bilan o'tadi. Agar x minus 3 teng 7 bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu minus 3 bu tarafga plus 3 bo'lib o'tadi. Qarama-qarshi ishora bilan o'tadi har doim. X teng 7 plus 3 bo'ladi. Misol uchun 10 bo'ladi. Bunda 4 bo'ladi. Yoki boshqacha bitta usuli bor. X o'rniga shunday bir son o'ylanki, nechi tursa 3 ni qo'shsam 7 ni beradi. 3 ni yoqqa o'tkiz deb o'tirmaymiz. Yoki x o'rniga shunday bir son o'ylaylikki, undan 3 ta ayirsak nechi bo'lsa, agar o'sha x imiz nechi bo'lsa, 3 ta ayirsak 7 bo'ladi deganday ma'no. Bular demak chiziqli tenglamalar deyiladi, oddiy. Bir noma'lum, bitta chiziqli tenglamalar. Demak, buni ildizi ham bitta bo'ladi. Tushunib oling. X ni darajasi 1 da hozir bu yerda. X ni birinchisi deb yozib o'tirilmaydi. Prosta x deb ketiladi, darajada 1 bor deyiladi, oldida ham 1 bo'ladi har doim. Misol uchun x degani oldida 1 bor degani, darajasida ham 1 bor degani. X kvadratchi, oldida 2 bor, daraja 2 bo'lgani uchunmi? Yo'q, oldida har doim 1 bo'ladi, hech narsa bo'lmasa. X kub degani oldida ham 3 bor, chunki darajada ham 3. Unaqa emas. Prosta x kub degani oldida har doim 1 bor yozilmaydi, lekin darajasi hozir 3 bo'lib kelyapti bizda. Kvadrat bo'lsa, kvadrat bor, x bor deymiz, lekin oldida 1 bo'ladi har doim. Endi qarang, kvadrat tenglamani 2 ta ildizi bo'ladi, kub tenglamani 3 ta ildizi bo'ladi. Agar x ni 4-inchisi bo'ladigan bo'lsa, 4 ta ildizi bo'ladi. Ya'ni x ni darajasi nechi bo'ladigan bo'lsa, tenglama. Misol uchun x ni 4-inchisi plus x kub minus 5x kvadrat, yana bir narsalar ketgan. Mana shu tenglamani oxiri teng 0 bo'lib turibdi, misol uchun. Teng 0. Mana shu tenglamani 4 ta ildizi bor. Nega? X ni eng katta darajasiga qaraysiz, qisqasi. Bu yerda x kvadrat ham bor-ku, x kub ham bor-ku. Nega 2 ta emas yo 3 ta emas desangiz, x ning eng katta darajasiga qaraysiz. Eng katta darajasi qaysi? Mana. Kvadrat tenglamada ham misol uchun 3x kvadrat plus 5x plus 6 teng 0, misol uchun. Umuman x qatnashmagan ozod qadam bor. X ni birinchi darajasi ham bor mana. X ni kvadrati ham bor. Demak, buni ildizi bitta emas, 2 ta. Nega? X ning eng katta darajasiga qaralar ekan. Kub tenglamada misol uchun x kub, 2x kub plus 5x kvadrat minus 10x plus 20 misol uchun teng 0. Bu yerda x ni birinchi darajasi ham bor, ikkinchi darajasi ham bor. Eng katta darajasiga qaraysiz. X kub, to'g'rimi? Demak, buni mana shuni ishlasangiz 3 ta ildizi kelib chiqar ekan. Ana endi bizni hozirgi holatimiz kvadrat tenglama. Kvadrat tenglama bo'lish uchun demak x ni kvadrati qatnashishi shart, zarur, darkor deymi, nima deydi? X ni kvadrati qatnashmasa bo'lmaydi, ya'ni bunday olib qaraganda. X kvadrat qatnashmasa bu kvadrat tenglama deyilmaydi. Kvadrat tenglama deyildimi, x kvadrati обязательно qatnashsin. Xo'p, misol uchun oddiy umumiy ko'rinishini yozaman. Ax kvadrat plusdan bx plus c teng 0. Mana shu ko'rinishida bo'ladi kvadrat tenglama. Ya'ni bu kvadrat tenglamani qolipi. Tushundingizmi? Ax kvadrat plus bx plus c teng 0. Bu yerda a, b, c sonlar, hamma son. Ya'ni x kvadrat bilan x kelyapti. A bilan b koeffitsiyentlar deyiladi. Qarang mana. 3x kvadrat plus 5x plus 10 teng 0 misol uchun. O'zi koeffitsiyent nima desangiz, koeffitsiyent degani shu harfni oldida turgan son koeffitsiyent deyiladi. Misol uchun 3a, ya. Mana a ni oldida necha turibdi? 3 mi? U koeffitsiyent deyiladi. Aytaylik 5x.
5 bu yerda koeffitsient deb gapiriladi. 3 koeffitsient deb gapiriladi. 4x kvadrat. Demak, mana bu koeffitsient deyiladi. 8b plus 10c bo'lsa, misol uchun 8 ham 10 ham koeffitsient. Demak, harfni oldida turgan narsa koeffitsient deb gapirilar ekan. Demak, bu yerda 3 bilan 5 koeffitsient. 10 nima deyiladi desangiz, ozod son deyiladi. Mana shu 10 ozod son deyiladi yoki ozod xat deyiladi. Xat. Ozod xat. Xat nima desangiz, har biri bitta xat bo'lyapti. Hozir mana shu yerda 3 ta xat bor mana. 3x kvadrat bitta xat, 5x bitta xat, 10 bitta xat. Misol uchun mana a b s plus c d y. Misol uchun. Bu nima 6 ta xat deyilami, nima deyiladi? Yo'q, 2 ta xat deyiladi. Mana bu bitta xat, mana bu bitta xat. Demak, bitta ko'paytma, uni ichida nechta narsa qatnashsa ham bitta xat deyilar ekan. A, B, S, D bir-biriga ko'payib turibdi. Bitta xat deyiladi, bo'ldi. 4 ta xat deyilmaydi. Demak, tushundingiz-a? O'rtada plus minus aralashsa, keyin u уже ikkinchi xatga o'tilayotgan bo'ladi. Demak, boshqacha tushuntiraman. Bitta xat bilan ikkinchi xatni orasida plus minus ajratuvchi bo'ladi. Plus minus demak xatlarni sonini sizga aniqlab beradi. Yana qanaqadir plusmi minusmi T, Z, X bo'lsa, bu 3-xat bo'ladi misol uchun. Ko'paygan Y ham bo'lishi mumkin. Baribir 3-xat bo'ladi. Ko'paygan A, ko'paygan B bo'lishi mumkin. Baribir bu umumiy qilib 3-xat deyilaveradi. Tushunarli bo'ldi? Qani endi kvadrat tenglamamizga qaytamiz. Xo'p. Xo'p, kvadrat tenglamani qarang. Chalasi ham bo'lar ekanda. Bu to'liq kvadrat tenglama hisoblanadi. Mana shu to'liq kvadrat tenglama. Aynan chalasi qanaqa bo'ladi? Men sizga bitta oddiy hayotdan misol keltirib beraman. Ukangizgami, singlingizgami, qizingiz kimga bo'lsa ham qisqasi aytdingiz, bor dedingiz, kosa, tovoq, qoshiq, vilka olib kel dedingiz. Bu nima qildi? Kosa, tovoq, qoshiq olib keldi, vilka olib ketdi. Nima deysiz kelgandan keyin? Endi nima ishni chala qilding deysiz, to'g'rimi? Yoki kosa, tovoqni olib keldi, qoshiq, vilka olib ketdi. Nega ishni chala qilding deysiz. To'g'rimi? Yoki nimalardadir buyurdingiz, yarmini qilib keldi, yo 70% qilib keldi, ishni chala qilibdi deydi. Bitirmabdi deydi, to'g'rimi? Demak, ana endi biz xulosa qilamizki, mana bu kvadrat tenglamani to'liq holati, ana shulardan qaysidir bittasi qatnashmay qolsa, u chala kvadrat tenglama deyilar ekan. Chala deydi-ku, shunaqa chala kvadrat tenglama. Demak, qarang, bir boshdan ko'ramiz. Xo'p, 3x kvadrat plus 6x teng 0. Bu nega chala? Bunda ozod xat yo'q. Mana, qarang. Mana 10 ga o'xshagan ozod son yo'q. Bu ham chala kvadrat tenglama. Aynan oldida son bo'lishi shart emas. X kvadrat minus 8x teng 0. Bu ham chala kvadrat tenglama hisoblanadi. Endi 5x kvadrat plus 10 teng 0. Endi bunda mana x qatnashgan ikkinchi xat yo'q. Bu ham chala kvadrat tenglama. Tushundingizmi? Yoki x farqi yo'q, minus bo'lishi ham mumkin. Hech qanday farqi yo'q. X kvadrat minus 80 teng 0. Bu ham chala kvadrat tenglama. Demak, chala kvadrat tenglamani 3 xil varianti bor. Uchinchisi qanaqa bo'ladi? Misol uchun 5x kvadrat teng 0. Tamom. Boya 3 ta narsa, qoshiq, vilka, kosa olib kel dedingiz. Bitta qoshiq ko'tarib keldi mana. Bittasini olib keldi. Baribir chala deyilar ekan-ku, vilka bilan kosa yo'q. 5x kvadrat teng 0. Bunda ozod xadam yo'q, ikkinchi mana bu xadam yo'q. Bu ham chala kvadrat tenglama deyiladi. Xo'p, bunaqalar yechimi nima bo'ladi? Faqat x teng 0 bo'ladi. Aynan mana shu haqida ma'lumot aytayapman hozir. Faqat mana shuni haqida. 100x kvadrat bo'lmaydimi? Million x kvadrat bo'lmaydimi? Minus 800 million x kvadrat bo'lmaydimi? Farqi yo'q. Plus minus. Bu yerda xohlagan raqam tursin. Endi o'rnida xohlagan raqam tursin. Keyin teng 0 bo'ladigan bo'lsa, buni bitta yechimi bor, x teng 0. Tamom, boshqa yechim yo'q. Tushundingizmi? Chunki har qanday sonni nimaga ko'paytirsa 0 bo'ladi. 0 ga ko'paytirsa 0 bo'ladi. Demak, mana shunaqa holat kelib qolsa, mana oldida nima borligini qiziq yo'q. Prosta x kvadratni o'zi tursa ham x teng 0 bo'ldi. Bitta yechimi bor, bir dona yechimi bor buni. Bu ham chala kvadrat tenglama deyapmiz. Ana endi mana ulardan bitta ko'ramiz. Misol uchun qarang. Bu tashqariga, bu yerdan bilasiz, umumiy ko'paytuvchi qilib x ni tashqariga chiqarishimiz mumkin. Misol uchun aynan shu savolni ushlab tushuntiraman. 3x kvadrat plus 6x teng 0. Endi 3x kvadratni, mana x kvadratni x ko'paygan x desa bo'ladi, bilasiz. Plus 6x teng 0. Bu yerda mana bu xlar umumiy ko'paytuvchi. Qarsdan tashqariga chiqaramiz. Mana.
Mana bu x bilan mana bu x misol uchun tashqariga chiqardim. Mana x chiqib ketdi. Ichkarida 3x qoldi. Qarang, mana bitta x chiqib ketgandan keyin mana bu x qoladi. Mana bu x chiqib ketgandan keyin nima qoladi? Qolgani sonni o'zi qoladi. Teng 0 bo'ladi. Bundan 3 ni ham chiqarib yuborsak bo'ladi. Qarang. 3 ni ham chiqarib yubordim mana. X ko'payyapti. 3 ham chiqib ketgandan keyin nima qoladi bu yerda? X qoladi. Bu yerdan 6 dan 3 chiqib ketsa, 6 ni mana qarang, 6 ni 2 kara 3 desangiz, 3 tashqariga chiqib ketdi degani bo'ldi. 3 ni mana shuni olib qo'ydim degani. 3 ni olib tepaga ko'tarsam nechi qoladi? 2 qoladi-da. Mana teng 0. Endi shunaqa holat kelib qolgan paytda har biri alohida 0 ga tenglanadi. Qanday? Ya'ni 3x teng 0 deyiladi. X plus 2 teng 0 deyiladi. Buni ham ikkita yechim bor. Mana bunaqa holatda ham demak o'zi bir dona yechim bor mana uni. Buni yechimi x teng 0. O'zi aslida toza qoidali tushuntirsam, mana bu 3 0 ni tagiga bo'lish bo'lib tushadi. Bu yoqda ko'paytma bo'lsa, bu yoqqa bo'linma bo'lib o'tishi kerak-ku. 0 ni har qanday songa bo'lsangiz 0. Bundachi, mana bu 2 bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. Tenglikdan nari tarafga oshib o'tsa, minus 2. Demak, ikkita ildiz bor ekan. Bitta ildizi x teng 0 ekan, ikkinchi ildizi x teng minus 2 ekan. Xo'p, mana buni ishlab ko'ramiz, misol uchun. Endi sal ancha tushunib qoldingiz. Birdaniga to'g'ridan-to'g'ri ishlayman. X ni tashqariga chiqaraman mana unda, mana. X tashqariga chiqaradigan bo'lsam, x kvadratdan o'zi x kvadrat mana 2x degani, bittasi chiqib ketsa, mana bittasi qoldi. Minus 8. X chiqib ketsa, sonni o'zi qoladi. Bu yerda ko'paytma. Teng 0. Demak, yana boyagidek alohida 0 ga tenglanadi. X teng 0 deyiladi. X minus 8 teng 0 deyiladi. Qarang, mana ikkita ko'paytma, mana x bilan mana bu qavs ko'paytirib 0 ga tenglanyapti-ku. O'shanda demak har biri alohida 0 ga tenglanadi. Bitta ildiz o'zi chiqdi, mana x teng 0. Ikkinchi ildizi hozir mana bu 8 ni bu yoqqa plyus qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak, x teng 8. Bu ikkinchi ildiz hisoblanadi. Tushundingizmi? Ikkinchi ildizi mana shunga teng bo'lyapti. Endi mana bunaqasidan ham bitta ko'ramiz. Mana bunaqa holatdan. Bu yaxshi tushunarli bo'ldi. Chala kvadrat tenglamalarning birinchi yechimini ko'rib chiqyapmiz. Keyin kvadrat tenglamani o'ziga qaytamiz. Xo'p, bunaqa narsalar demak tushunarli bo'ldi. X tashqariga chiqdi. Qarang, mana bunaqa narsa bor. A, B, S teng 0 bo'ladigan bo'lsa, ko'paytma 0 bo'ladigan bo'lsa, har birini 0 ga tenglash degan qoida bor. Har birini 0 ga tenglasangiz bo'ladi, bemalol. Misol uchun x minus 2 ko'paytirilgan x plus 3. Teng 0. Mana shunaqa holat kelib qoldi. Nima qilamiz? Bu yerda 3 ta ko'paytuvchi bor. Mana x mana ikkita qavs bilan birga 3 ta ko'paytuvchi bor. Har birini alohida 0 ga tenglaymiz. Misol uchun x teng 0. Bitta yechim bu. X minus 2 teng 0 bo'lsa-da, 2 ni bu yoqqa plyus qilib o'tkazsam, x teng 2 bu ikkinchi yechim. Mana buni ham tenglayman mana. X plus 3 teng 0 deyman. 3 ni bu yoqqa minus qilib o'tkazaman. Chunki bu yoqda plyusdan turibdi-ku. Bu yoqqa minus o'tadi. X minus 3 bu bitta uchinchi yechim bo'ladi. Ana sizga 3 ta yechim. 0, 2, minus 3. Demak, boyagi mana bu tenglamani yechimlari hisoblanadi. Bu yana ko'p bo'lishi mumkin. Yana qavs nechtadir qavs bo'lib teng 0 bo'lgan bo'lishi mumkin. 10 ta qavs bo'lmaydimi? Demak, 10 ta yechimi bor ekan deysiz. Har birini alohida 0 ga tenglab ketaverasiz. Endi boyagi ikkinchisiga qarab o'xshash masala ko'ramiz. Chala kvadrat tenglamani sal yana boshqa turi. X kvadrat minus aytaylik 36 teng 0. Bu ham chala kvadrat tenglama. Nima qilinadi? Qanday ishlanadi bu? Buni bu tarafga o'tkazamiz, bilasiz. Bu 36 minusdan turibdi, o'zini tarafida. Ana qo'shniki o'tayotgan bo'lsa, plyus bo'lib o'tadi. Qarama-qarshi ishora bilan o'tadi. Narigi tarafga o'tib ketayotgan bo'lsa. Shunda x kvadrat teng 36 bo'ladi. Endi nimani o'zingizga savol bering shunaqa paytda. Nimani kvadrati 36? Plyus minus 6 niki. Ya'ni buni ikkita ildizi bor. Nima deganim? Plyus 6 ham, minus 6 ham bo'ladi degani. Chunki minus 6 ni kvadrati ham plyus 36 bo'ladi-da. Kvadrat manfiy sonni musbat qilib yuboradi. 6 ni kvadrati ham 36, minus 6 niki ham 36. Minus 6 ni kvadrati nega 36 desangiz, minus 6 ko'paytirilgan minus 6. Ikkita minus plyus bo'lib ketadi degan qoidani bilasiz. Minusga minus ko'paysa plyus bo'lib ketadi. Shuning sababidan plyus minus chiqadi bunaqa holatlarda. Aytaylik x kvadrat minus 49 teng 0. Xo'p, buni bu yoqqa musbat qilib o'tkazadigan bo'lsak, x kvadrat teng 49 bo'lyapti. X teng plyus minus 7 bo'ladi bu yerda mana. X teng plyus minus 7. Mana shunday har doim plyus minus chiqishi shart. Plyus minus chiqmasa bo'lmaydi. Mana shunaqa tenglamalardan.
x kvadrat minus 64 misol uchun teng 0. 64 qo'shnikiga o'tsa qarama-qarshi ishora bilan o'tadi mana. Plus 64 demak x kvadrat teng 64. X teng plus minus nima ekan? 8 ekan. Ya'ni ikkita ildiz bor ekan. Bittasi 8, bittasi minus 8 deysiz. Endi bunaqa holat bo'lib qolsa qarang. X kvadrat plus hozir o'zingizga qoldiraman. Mana shu masalani qani bitta ishlab ko'rasiz. X kvadrat plus necha? Misol uchun 81 teng 0. Demak javobi x teng plus minus 9 deyapsizmi? Molodets. Shu joyda demak ketdi. Nima bo'ladi qarang. Shunaqa x teng plus minus 9 deydigan bo'lsangiz, chuchvarani pishgan sanasiz. 81 qo'shnikiga o'tadi, to'g'rimi? Qanaqa bo'lib o'tadi? Plyusdan turibdi-ku o'zini tarafida. Qo'shniki oshib o'tsa, minus bo'lib o'tishi kerak, a? Demak, qarang, x kvadrat teng minus 81. Nima degani bu? Nimani kvadrati manfiy chiqadi? Bu bo'sh to'plam. Mana bunaqa belgini ko'rsangiz, bo'sh to'plam degani bu. Tushundingizmi? X kvadrat teng qanaqadir minus любой son. Birdan tortib million trilliongacha любой son. X kvadrat faqat qarang, x kvadrat faqatgina 0 bo'lishi mumkin. Va musbat son bo'lishi mumkin. Manfiyga o'tsa ketdi, u xato masala hisoblanadi. Tushundingiz-a? Bu mantiqsiz bo'lib qoladi-da. Aytaylik mana. Bitta qo'lda 5 ta barmoq bor desa, bu sal mantiqqa to'g'ri narsa bo'ladi, to'g'rimi? Bitta qo'lda 5 ta barmoq bor. Lekin bitta barmoqning ichida, mana bitta barmoq ichida nechta qo'l bor desa, sen jinnimisan deysiz, to'g'rimi? Mana shu barmoq ichida nechta qo'l bor desa, to'g'ri savol bo'ladimi shu? To'g'ri narsa bo'ladimi? Yo'q. X kvadrat teng minus 100 bo'ladigan bo'lsa, demak bu bo'sh to'plam, xato narsa. Bunaqa bu xato, mumkin emas. X kvadrat teng 100 bo'lsin, mayli, bemalol. X teng plus minus 10 deb ikkita ildizni chiqarib ketavering. Lekin mana shu joyga e'tiborli bo'ling, ehtiyot bo'ling. X kvadrat minus songa teng bo'lib qolsa, stop, bo'ldi, to'xtaydi. Masala shu yerda to'xtaydi, bo'sh to'plam mana bunaqa. Запрещенный belgisi bo'ladi shunaqa. Xo'p. 5x kvadrat plus 20x. Bu ham chala kvadrat tenglama, chunki bu ozod had yo'q dedik. Demak, tushunlaringiz-a, mana qarang. Yana bitta qayta tushuntiraman shuni. 5x x kvadratni 2x deb yozib oldim mana. Plus 20 ta x. 20x deb o'zim ham deb yozib olsam bo'lar edi. 20x ni qarang. Shunga keltirish uchun, toza maydalar sizlarga yaxshi tushunarli bo'lishi uchun 5 ko'paytirilgan 4x demoqchiman, teng 0. 5 ko'paytirilgan 4x mana 5 ko'paygan 4x teng 0. Xo'p. Endi bir xil narsa nima bu yerda? Qaysilar bir xil? Mana bir xil narsa. 5x bu yerda ham bor. Mana bunda yozsak bo'lar ekan mana. 5x ko'paygan x plus 4 ko'paygan 5 desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Teng 0. Mana shu 5 qisqasi. Mana 5x bu yerda ham bor, mana 5x bu yerda ham bor. 5x shuni tashqariga chiqarib yuboraman. 5x ni tashqariga chiqarib yuborsam, xo'p, qavs ichida x plus 4 qoladi. Teng 0. Xo'p, ruchkamiz cho'tayotgan qilmayapti, mayli. Demak, 5x x plus 4 teng 0 holatga keldi mana. 5x lar tashqariga chiqib ketdi. Bu yerdan 5x chiqib ketsa, bitta x qoldi mana o'sha. Mana 5x chiqib ketsa, bu yerda bitta 4 qoldi, mana o'sha 4. Umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarish degani mana shu bo'ladi. Ikkalasidan bir xil narsalar chiqib ketadi-da, qolgan narsalar qolib ketadi ildishdagi, tamom. Endi boya aytganimdek, 5x ni alohida 0 ga tenglayman. X topish uchun 5 bu yoqda ko'paytiruvmi, bu yoqqa bo'lib bo'lib tushadi. 5 ni 0 ga bo'lgan bilan 0 chiqadi. Ya'ni bitta ildizi chiqdi, x teng 0. Ikkinchisi x plus 4 ni bitta 0 ga tenglayman. Bu 4 qo'shniga o'tadigan bo'lsa, minus 4 bo'lib o'tadi. Qo'shni tarafga o'tsa, narigi mahallaga o'tsa. X teng minus 4 mana. Bu ikkinchi ildiz hisoblanyapti. Demak, bitta ildizi 4 ekan, 0 ekan, bittasi minus 4 ekan. Endi mana bunaqa holatlar bo'lib qoladi, qarang. Misol uchun 6x plus necha desak bo'ladi? 12x kvadrat deylik, teng 0. 6x plus 12x kvadratni qarang, nima deyman? 2 ko'paytirilgan 12 ni maydalayapman. 2 ko'paytirilgan 6x x kvadrat mana shunday deb yozib oldim. Mana shuni yig'sangiz buni beradi, baribir. Men sal ochdim, sochib tashladim mana buni. Qismlarga ajratib yubordim.
ikkita bir xil narsa nima? 6x bor, 6x bor. Ana shu narsa tashqariga chiqib ketadi qavsdan. Shu yerda nozik joy bor. Xo'p, bu 6x qavsdan tashqariga chiqdi deylik. Mana 6x chiqdi. Xo'p, buni o'rnida nima qoladi desam, bir xildan 0 deydi. Ana shu joyi nozik masala bo'ladi. Nimaga desam, bu yerda deydi hech narsa qolmadi-ku, 6x chiqib ketdi deydi. Agar x chiqib ketganda 6 qolardi. To'g'ri. 6 chiqib ketganda x qolardi deydi. 6x chiqib ketganiga joyda 0 qoladi deydi. Bekor gap. Nega? 1 qoladi joyda. Nimaga desangiz, har doim oldida bir ko'paytma turadi. Har qanday narsani oldida 1 degan narsa ko'paytma turadi. Demak 1 qoladi joyida. 6x chiqib ketsa bu yerda nima qoladi? 2x qoladi. Teng 0. Qarang, buni isbot kerak bunga. Nima uchun 1 qoladi? Endi o'sha 6x qo'yib siz tashqariga, qavsdan tashqariga chiqardingiz. Umumiy tenglamamizning ko'rinishi mana bunaqa edi. 6x + 12x kvadrat teng 0 edi. Siz 6x tashqariga chiqarsangiz 1 qoldi. Endi qaytadan ko'paytirib ochib chiqadigan bo'lsangiz, mana uni berish kerak-da sizga. 6x ga 1 ni ko'paytirasiz, 6x bo'ladi. 6x ga mana buni 2x ko'paytirsangiz 12x kvadrat bo'ladi. Haqiqatan tepadagi narsani, masalan, shartidagi misolni berdi bizga. Endi qarang, boya 0 qoladi deydiganlar diqqatiga. 6x chiqardim, xo'p, mayli, aytganini qilamiz, 0 qoldiramiz, bu yoqda 2x qoldiramiz, teng 0. Ha? 6x ni endi ochib chiqib ketganda buni berammi, yo'qmi? Bermasa xato bo'ladi. 6x ni 0 ga ko'paytirsam nima bo'ladi? 6x ko'paygan 0 plus 6x ko'paygan 2x teng 0. Har qanday million trillion sonni ham 0 ga ko'paytirsangiz javobi 0 chiqadi. Xo'p, mana bu 12x kvadrat bo'lyapti. Teng 0. Bu 0 ni yozib o'tirish shart emas. 12x kvadrat teng 0 bo'lib qoldi. Qani mana uni bergani? 6x yo'q bo'lib ketyapti-ku, agar u 0 qoladi joyida deydiganlar diqqatiga. Unaqa bo'lmas ekan. Demak, qaysidir narsani seli hammasi chiqib ketadigan bo'lsa, joyida 1 qolar ekan, ichida, qavs ichida. Tushunsa? A, B plus xo'sh, A, B, S teng 0, misol uchun. A, B ni demak ikkalasida ham, ikkovida ham bir xil bo'lgani A, B. A, B tashqariga chiqib ketsa, bu yerda 0 emas, 1 qolar ekan, plus bu yerda S qolar ekan. A, B chiqib ketsa, qolgani mana bu qoladi. Joyida qoladi S. Demak, chiqib ketgan narsa hammasi chiqib ketayotgan bo'lsa, 1 qolar ekan joyida. Ana endi chala kvadrat tenglamani hammasini tugatdik. Har xil variantini tushuntirib berdim. Bular barisi chala edi. Ana endi to'liq kvadrat tenglamaga o'tamiz. Buni yana bitta video qilib yuboramiz. Mayli, hozir bu sal cho'ziladi. Shu yerda bu videoni to'xtatib, keyingi videoda, demak, faqat kvadrat tenglama bilan ishlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolargacha o'zingiz ehtiyot qiling, bilimlaringiz ziyoda bo'lsin. Yaxshi tushunayotganlar yulduzlik kasaliga uchrab, bilaman deb o'tib ketavermasdan, yana qayta yaxshilab rivojlantiramiz, o'z ustimizda ishlaymiz. Yaxshi tushunmayotganlar bo'lsa, videoni yaxshilab qaytadan orqaga qaytarib yaxshilab ko'rib chiqsangiz tushunasiz. Sodda qilib tushuntiryapmiz. Bu videoni ko'rib tushunmaslikni o'zi bir mahorat deb maqtanib qo'yaymi? Yaxshi, sog' bo'ling.